O'g'lim deyishga haqqim bor deb o'ylaysizmi? A? Bu nima deganing bolam? Bolam deysiz-ku, lekin o'zingiz joningiz og'rib tug'magansiz, to'g'rimi? Tan oling. Bu gaplarni qayerdan olding bolam? Meni nimaga asrab olgansiz? Befarzandligingiz uchunmi? Gapirsangiz-chi! Befarzandligingiz uchunmi? Gapirsangiz-chi! Seni ostonamga tashlab ketishgan edi. Men u kunlarni allaqachon esimdan chiqarganman. Seni o'z bolam deb ishonib qoldim. Shunaqa qilmasdan haqiqiy ota-onamga qaytarib olib borib bersangiz bo'lmasmidi? Ota-onam boy odam lekin mazza qilib yashirdim. Nimalar deyapsan? Siznikida qiynalib yashadim. Har bir so'mni tejab ishlatasiz. Menga ham majbur qilasiz tejab ishlatishimga. Shu qiyinchiliklarni menga ravo ko'rgansiz, tushunyapsizmi? Bolam. Meni borim shu. Men senga bor berganman. Bas qiling! Siz xudbin ayolsiz. Men siz bilan yashamayman. O'z ota-onam uyiga borib yashayman. To'xta. To'xta bolam. To'xta. Ben sensiz yaşamayayım bolam. Bolam to'xta. Orqangga qayt. Bolam.